Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Muhtaram azizlar, Parvardigor egamning, buyuk Parvardigorning fazli marhamati ila qarangki ustimizga muborak oy, rahmat, mag'firat oyi bo'lgan Ramazon oyi soya solib turibdi. Albatta bu Ramazon juda bir go'zal, muborak oy. Parvardigor egamni mehribon bo'lgan zotning rahmati yog'iladigan, bir-biriga o'zaro mehr ulashiladigan, ruhiy poklanadigan, inson savob, xayrli ishlarni yanada ham ko'proq qilib, Parvardigor egamga inshaalloh rozi bo'ladigan, Parvardigor rozi bo'ladigan amallarda bardavom bo'linadigan bir fursat hisoblanadi. Muhtaram yurtboshimiz ham bu oyni, Ramazon oyini o'zaro mehr muruvvatda, o'zaro hamjihatlikda, o'zaro shukronalikda o'tkazishlik to'g'risidagi bergan ko'rsatmalari ham bu ulkan bir xayrli holat hisoblanadi. Endi qarangki bu Ramazon mana shunday bir sharif, Ramazoni sharif, muborak bo'lgan oy, bahor ayyomi arafasida, ya'ni bahor arafasida soya solib turibdi. Albatta bu ham bir go'zallik, xayrli bir holat, nur ustiga nur, yaxshilik ustiga yaxshilik. Bahor oyi bilamiz, yangilanish, yasharish fasli hisoblanadi. Bahor fasli, ya'ni bu oyda dehqonchilik, obodonlashtirish, har bir inson o'zini mahallasini, guzarini, xonadonini toza tutishligi, hashar qilishligi, nihol o'tkazishligi, ko'chat o'tkazishligi, yashillik holatiga, yashil makonga e'tibor qilishligi lozim bo'lgan fasl hisoblanadi. Va bu oyda ayniqsa bu ishlarda bardavom bo'linadigan bo'lsa, Parvardigor egam yana bir inshaalloh savob ustiga savobni yozar ekan. Parvardigor egam o'zi bu oyni g'animat bilishligimizni, har bir kunimiz, har bir lahzamizni g'animat bilishligimizni, ayniqsa mana bu ramazoniy kunlarni go'zal bilib, ota-onalarimizni holidan xabar olib, yor do'stlar, qavmi qarindoshlari holidan xabar olib, ko'ngli o'ksiklarni ko'ngliga bir xotirjamlik kiritishlik, bu albatta inshaalloh xayrli amallardan hisoblanadi. Shuning uchun aziz xalqimizga murojaat qilardikki, azizlarim, Ramazonni albatta intiqlik bilan hammamiz kutamiz. Ramazon intiqlik bilan kutgandan keyin endi u Ramazonni qanday qilsak, qaysi amallarni qilsak, Robbimizni rozi bo'lgan holatda bu Ramazonni o'tkazishligimiz har birimizni o'zimizni Alloh taolo ixtiyorini o'zimizga berganligi uchun shuni fursatni g'animat bilishligimiz kerak. Chunki bu Ramazoniy kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Shuning uchun savob ishni, xayrli ishni har kuni qilishlik kerak va har kim qilishlik kerak. Bir bemorning ko'nglini so'rashlik ham savob, xayrli ish. Muhtojni, ehtiyojmandni ehtiyojini qondirishlik savobli ish. Yerga nihol qadashlik savobli, xayrli ish. Ota-onaning duosini olishlik, ota-onani xursand qilishlik, qavmi qarindoshini holidan xabar olishlik, bular ham savobli ishlar sarasiga kirar ekan. Yetimni holidan xabar olishlik eng ulug'lardan biri hisoblanar ekan, savobli ishlar. Bu oy ko'ngillarni obod qiladigan oy. Ya'ni bu ko'ngil, bu qalb Alloh taoloning nazargohi. Bu oyda kimlarnidir ko'ngli ranjitgan bo'lsak, bir-birimizdan kechirim so'raylik va bir-birimizni kechiraylik. Kechirim oyi, rahm shafqat oyi, mag'firat oyi, rahmat oyi. Biz ham mana shu rahmatdan bahramand bo'lishligimiz uchun bir-birimizga kechirimli bo'lib, Robbim bergan bu ne'matlarni shukrlarni ado etib, tinchligimizni, osoyishtaligimizni, ofiyatimizni yana ham bundan-da ziyoda bo'lishligini Parvardigordan so'rab, albatta inshaalloh bardavom bo'lsak, Parvardigor oyatda aytganidek, la in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsangiz, men ne'matimni ziyoda qilaman. Shukr bu ulug' ne'mat. Robbini bergan ne'matini o'zi rozi bo'ladigan, o'zi xursand bo'ladigan o'rinlarda sarflashlik va inshaalloh amali bilan, aytadigan gapi bilan shu shukrda bardavom bo'lishlik, bu inshaalloh ne'matni ziyoda bo'lishligiga sabab bo'lar ekan. Iloho poka Parvardigor butun yurtimizni, butun yer yuzini tinchlikda, osoyishtalikda, ofiyatda o'zi bardavom qilib, inshaalloh hammamizni yaxshiligimizni ziyoda qilib, Parvardigoro ikki dunyo baxtu saodatiga o'zi musharraf qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.